113 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan dupleks tayyor xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Ko'rayotganlaringizning o'rtoqlar yo'lda yuzda joylashgan lokatsiya Yangi Hayot G64-kvartal. Orqamda turgan 2 qavatli Novostroyka uyimizni birinchi hamda minus birinchi qavatlari sotuvga qo'yilyapti. Oxirigacha ko'ringlar, batafsil tanishib chiqamiz. Ushbu turgan xonamiz pasti -1. Ko'rayotganingizdek tashqariga qaragan o'zining butun oynalari bor. Bu tomonda yumshoq zonamiz, katta zal pastimiz o'zida ham yana bir bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanayotgan bir xonamiz bor. Buni ham o'zining tashqariga qaragan oynalari bor. Xo'p, buni yonginasida kladovочный qilib foydalanyapti shunaqangi xonamiz. Chap tomonda esa uyga kirish qismimiz отдельный. Yuqori, ya'ni birinchi qavatdan tashqari bu yerda отдельный eshiklarimiz mavjud. Mehmondorchilik bo'lsa ham bemalol keldi-ketdiga qiynalilmaydi. Bu tomonda esa umumiy sanuzildan tashqari sanuzil. Xo'p, o'rtoqlar, bu -birinchi qavatimiz, endi yuqori qavat, ya'ni birinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Bu birinchi etajga kirish qismimiz. Podyezddan kirganda chap qo'lda birinchi kattalar uchun yotoqxona. Anchagina keng, kattagina ko'rayotganlaringdek. Xo'p, to'g'ri yo'lak bo'ylab o'ngga qaraydigan bo'lsangiz, oshxona ko'ryapsizlar. Mebel texnikalarimiz barchasi qo'yib qo'yilgan. Bu yerda chiqib ketadigan mebellarimiz ham bor. Ya'ni da texnikalarimiz. Buni yonginasida mehmonxona. Ko'ryapsizlar? Birinchi qavatimizni umumiy sanuzili. O'rtoqlar, shu kirib yashash uchun tayyor bo'lgan xonadonimiz shunaqangi katta kvadraturamizga 102.500. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.